Buni chiroyliligini qarang. Iloyim ko'z tegmasin. Voy, nimasini aytasiz? Chiroyli bamisoli to'lin oydek. Qizim, avvalo sizga nima qilishingizni tushuntiraman, xo'pmi? Hey, to'xtang. Ha? Avval so'raylik. Hozirgi yoshlar baloni ham biladi. O'zi bilasizmi, qizim? Nimani bilishim kerak? Voy, qiz bechorani nimaga uyaltirasiz? Hali yoshda bilmaydi. Voy, nimaga bilmas ekan? U biz edik, hech narsani bilmasdik. Hozirgi yoshlar hammasini biladi. To'g'rimi, qizim? Qo'ysanglar-chi, meni uyaltiryapsizlar. Ana, aytdim-ku, mana qizarib ketganini qarang. Bilsin. Shunda ham men tushuntirib beraman, to'g'rimi? Voy, o'zim o'rgilaysizda. Shohruxjon, keldingizmi, bolam? Voy, mayli, kelin. Biz bora qolaylik, maylimi? Biz tashqarida bo'lamiz. Nimaga u yoqda turibsiz? Keling. Uyalmang. Men unaqa deb o'ylamagandim. Men unday deb o'ylamagandim. Qadrli kundaligim, men seni yana ochib varaqlayapman. Senga yozishdan va varaqlashdan charchamayman. Senda men haqimda barcha ma'lumot bor. Men Samira Abrorjon qizi, yoshligimdan sho'x bo'lganman. Sho'x bo'lishimga qaramay, qattiqqo'l dadamdan juda qo'rqardim. Dadam vajohatli, aytgan gapida turadigan va gapini o'tkazadigan odam bo'lgan. Uyimizda dadamning gapi qonun edi. Dadam ovqatga qo'l uzatmasdan oldin ovqat yeyishimizga haqqimiz yo'q edi. Ularning ruxsatisiz hech narsa qila olmasdik. Hozir yoshim 25 da. Universitetni tugatdim. Dadamning qattiqqo'lligiga qaramay, Samarqandga sayohatga borishga zo'rg'a ko'ndirdim. Ana endi Samarqandga ketyapman. Yo'q. Jinursin, Samirani kech qoladigan odati yo'q edi-yu. Hayronman.
Menimcha biror narsa bo'lgan bo'lsa kerak. Kelmasa kerak u. Vahimay qursin. Samirasiz sayohatmi? Zerikib bo'lamiz-ku siz. To'g'ri, kelmasa bizni ham tushib qolganimiz yaxshi. Jinni bo'psan, shuncha pul to'lab boryapmiz-ku. Bo'la qolmaydimi endi? Har safar kech qolishadi. O'qishda ham kech qolishadi. Tezroq kelishmaydimi endi? Bunaqada poyezd ketib qoladi. Qani yetib ol, tezroq bo'lsang-chi. Voy, Hozir o'tib to'xta, ketaman. to'xta. Qani yetib ol. Hey Shohruh. Ha? Hozir shu oyimchaga yordam bersang, poyezddan kech qolamiz. Sen borib poyezd to'xtatib tur. Men hozir boraman. Bo'pti. Yordam kerak emasmi? Yaxshi bo'lardi. Qani bera qoling. Ehtiyot rosa bo'ling. og'ir-u, ha? Rahmat sizga. Yugurdik. To'xtang, ko'tarib oling. Tezroq bo'ling. Xo'p. Tezroq. Hozir. Voy. Voy, nima qilganingiz bu? Hey, Farruh, bu yoqdaman. Shohruh qani? Bir oyimchaga yordam beraman deb qolib ketdi. Menga poyezdni to'xtatib tur deydi. Men qanaqa to'xtatib turaman? Ahmoq. Shuni aytgin. Menimcha hali beri kelmasa kerak. Ketamizmi? O'zi boru, men shunga hayronman. Har doim shunaqa qiladi. Ketdikmi? Bo'pti, ketdik, yur. Chiqamiz poyezdga. Yur, qani. Uzr. Men ataylab qilmadim. Sizni deb hozir poyezddan ham qolib ketamiz. Qani, Bo'la qoling, tezroq yig'ishtiring. joylashtiring. Xo'p. Hey! To'xtanglar. Hey! Sizni deb poyezddan qolib ketdim. Menga qarang, siz o'zi qanaqa palakat odamsiz? Agar menga yordam bermaganingizda poyezddan kech qolmasdim. Baribir kech qolardingiz. Men aybim yo'q. Siz aybdorsiz. Kiyimlarni sochib yubormaganingizda ulgurgan bo'lardim hozir. Yordamingiz boshingizda qolsin. Endi nima qilaman? Nima ham qilardingiz? Uyga qaytasiz. Men bo'lsa, mashinamda Samarqandga yetib olaman. Bo'pti, sog' bo'ling. Hey, to'xting. Ha? Meni ham olib ketasiz. Nima? Men sizni olib ketmayman. Xudo biladi qanaqa qizsiz. Sizni deb poyezddan qoldimmi? Shuning uchun olib ketasiz. Siz juda ham shartaki qiz ekansiz-ku. Mayli, olib ketaman, faqat bitta shartim bor. Yo'lda jim ketasiz, xo'pmi? Menimcha sizga gapiraman deb ko'zim uchib turgani yo'q. Zo'r ekansiz-ku. Undan ko'ra menga rahmat desangiz bo'lardi. Bo'ldi. Ko'p gapirmang. Ketdik. Mashinangiz qayerda? Mana buni oling. Bo'ling. Kerak emas sunbul sochlaring.
Ha? Menga bu ashula yoqmaydi, boshqasiga oling. Siz menga gapirmayman demaganmidingiz? Iltimos jim keting. Agar qo'shiq yoqmayotgan bo'lsa, ana naushnik taqib oling. O'rgildim. Jinniroqmi deyman? Aziz yurtdoshlar, Toshkent yangiliklaridan gapiramiz. 1992-yil tug'ilgan Umar Shamsiyev qidirilmoqda. U o'ta xavfli jinoyatchi bo'lib, o'tgan yili fevral oyida ikkita qizni qasddan zo'rlab o'ldirgan. Agarda shu rasmdagi shaxsni qayerdadir uchratib qoladigan bo'lsangiz, darhol o'sha yaqin atrofdagi ichki ishlar idoralariga murojaat qiling. Mashinani to'xtating. Ha? To'xtating mashinangizni. Tinchlikmi? Agar do'kon kerak bo'lsa, bu yoqda do'kon yo'q. Meni boshqa ishim bor. Xo'p. Jinnimi bu? Iltimos akajon, meni o'ldirmang. Siz jinni pinnimasmisiz? Iltimos. Dadam nech pul desangiz beradi. Meni o'ldirmang faqat. Sizni ham singlingiz yoki opingiz bordir. Iltimos o'ldirmang. Menga qarang. Sizni isingiz joydami? Hadib qochaverasizmi? Men sizni to'g'risini aytaman, Telegramdan menga bitta xabar kelgandi. Men sizni o'sha manyak deb o'ylayman. Mayli, bo'p turadi. Men sizda keladan xafa bo'lmayman. Chunki sizni tomingiz joyida emas ko'rinadi. O'zingiz chiroyli bo'lsangiz ham tikanim bor deng. Zirapcha. Uzr. Mana va'damni bajardim. Siz Samarqanddasiz. Endi bu yog'iga o'zingiz eplarsiz, ha? Ha. Sizga qahva olgandim. Xotir olmang. Zahar qo'shilmagan. Yuring, sumkangizni olib oling. Qadrli kundaligim.
Agar bu manyak bo'lganda meni allaqachon tinchitgan bo'lardi. Peshonamga lekoplastir yopishtirmasdi. Bechora, kofeyam olib o'tirmasdi. Seni deb qancha asabiylashganimizni bilsaydik, hattoki mana bu poyezddan qolib ketishga sal qoldi. Ha, to'g'rida. Nimalarni reja qilganding? Shuncha yalinishimga qaramay, poyezdda ketmasdan mashinangda kelding. Shuncha harakat, shuncha ovoragarchilik kim uchun edi? Mashinada kelmaganingda poyezdda birgalashib mazax kelgan bo'lardik. Ha, to'g'ri. Reja qilgandik. Lekin bitta yigitni deb poyezddan qolib ketdim. Oo! Kim ekan u yigit? Xo'p, yordam berdingmi o'sha qizga? O'sha qiz bizni tashab ketishingga arziydimi? Ha. Bo'lmasamchi. Bolalar, menimcha men sevib qoldim. Qanaqa yigit? Chiroylimi? Yo'q, chiroyli emas. Badbashara. Unda chiroyli. Kuyov bo'la. Qo'ysangchi. Bu qo'ymaydi. Keyin o'sha yigitning mashinasida Samarqandgacha keldik. Peshonangga nima bo'ldi? Buni tarix uzun. Bo'ldi, tinch qo'yinglar meni. O'zi umuman bu mavzuda gapirgim kelmayapti. Sen qiz sayohat qilgani chiqqanmisan yoki xayol surganimi? O'zichi o'sha yigit bilan shuncha vaqt o'tkazib, uni ismini ham bilmaganingni qara. Uni ismini bilib nima qilaman? Bilsam nima, bilmasam nima? Uni ismini menga qizig'i bo'lganda so'rab bilib olgan bo'lardim. Telefonni ber, ko'ray bitta rasm. Ber dedim. To'xtalaringga, Ber dedim senga. Qo'yib yubor, yo'q, bermayman. Qana. Farruh, ber. Telefonim ol. Farruh, qo'yib yubor. Mana. Qo'yib yubor dedim. Salom, Zirabcha. Siz Shu bo'lsa kerak. Baribir ko'risharkanmiz-da. salom. Yaxshi yigit, ismingiz nima? Dugonam sizni ismingizni ham bilmas ekan. Ismi Shohrux. Meniki esa Farruh. Voy-vo, Farruxjon, men siz emas, do'stingiz ismini so'radim. Nega meni ismimni aytding? Ismim Shohrux. Manyak emasman. Aylangani keldinglarmi? Ha, Yuringlar, birga aylanamiz. mayli. Yur.
zirabcha derkanman-u, haqiqiy ismingizni bilmas ekanman. Ismingiz nima? Nima qilasiz? Mani ismimni bildingiz. Meni ham sizni ismingizni bilishga haqqim bordir. Men ismim aytilmaydi. O, shunaqa maxfiy deng. Dadam begona insonlarga ismingni aytmadigan. Agar o'sha begona inson bir deganda ismingizni topsa-chi? Topolmaysiz. Bu dunyoda million xil ism bor. Aynan men ismimni topolmaysiz. Agar topsam-chi? Harakat qilib ko'ring-chi. Samira. Men birinchi ushladim. Ha, birinchi ushladingiz-u, lekin mana shu uzukni men olmasam bo'lmaydi. Bu uzuk menga juda ham yoqdi. Bu uzuk menga ham yoqdi. Men bu uzukni sotib olmoqchiman. Uzuk menga yoqib qoldi. Bu uzuk menga ham yoqib qoldi. Bilasizmi? Bu uzukni juda ham qadrli insonimga sovg'a qilmoqchiman. O'ylaymanki, bu unga juda ham ma'qul bo'ladi. Men ham qadrli insonimga sovg'a qilmoqchiman. Dadajonimga. Dadajonimga bu uzuk albatta yoqadi. Keling, dadangizga boshqa uzuk tanlay qoling. Xohlasangiz yordam berib yuboraman. Buni esa men olaman, ha? Bu uzuk meniki. O'zingiz boshqa uzuk tanlang. Jentelmenlik fazilatlaringiz qayerda qoldi? Bu vaziyatda jentelmenlik fazilatlarimni chetga surib qo'ymoqchiman-da. Shu uzukni sotib olmoqchiman. Ijozat bersangiz, bu uzukni men olaman. Yo'q. Bu uzuk meniki. Xo'p, nachora, boshqa uzuk tanlaymiz. Lekin bu uzukni bir ko'ngli yarim insonga sovg'a qilmoqchi edim. Afsus. Mayli. Ola qoling. Ha? Ko'ngli yarim insonga deganingiz uchun beryapman. Chin ko'ngildanmi? Chin ko'ngildan. Men boshqa uzuk ola qolaman. Rahmat. Keling, men sizga uzuk tanlashib yuboraman. Qani, yetib ol, tezroq bo'lsang-chi. Hozir o'tib ketaman. Nima bo'ldi? Voy, Samira, senga nima bo'ldi? Oyog'im qayrilib ketdi. Yaxshimisan? Obbo, ehtiyot bo'lsang-chi, qattiq tushmadingmi? Ataylab qilmadim-u. O'zi uyingdagilardan roziligini olib chiqqanmiding? Chiqqanimizdan biri palakatga uchraysan. Endi o'zimiz chiqamiz. Sen shu yerda kutib turasan. Yo'q, men ham chiqishim kerak. Men orzu qilganman bu tepalikka chiqishni. Bu ahvolda qanaqa qilib chiqasan endi? Samira,
Sizga nima bo'ldi? Nima bo'ldi endi? Qani turishga harakat qilib ko'rchi. Turib ko'rchi. Qattiq og'rimayaptimi? Yura olasizmi? O'zim chiqa olaman tepaga. Men yaxshiman. Qani? Ehtiyot bo'ling. Qanaqa qilib chiqasan? Harakat qilib ko'ring-chi. Yo'q, menimcha yordam kerak. Keling, men sizga yordam beraman. Qanaqa yordam berasiz? Hozir ko'rasiz. Ko'tarib olib chiqaman. Nima qilyapsiz? Yo'q. Qani? Yo'q, qo'yib yuboring. Nima qilyapsiz? Qo'yib yuboring meni. Ketdik. Tushiring dedim. Meni oyog'im sinib ketsa bo'lmasmidi? Ha, yuringlar. Bo'pti, yur. Ha, xo'p. Charchab qolmadingizmi? To'g'risini aytsam charchadim. Mayli, jo oxirgacha chiqishimiz shart emas. Shu yerdan qaytaveramiz. Yo'q, nimaga? Axir siz niyat qilgansiz-ku. Oxirigacha olib chiqaman. Sizni niyatingizni amalga oshiramiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Gulolik. Afsonalarga qaraganda, bu zinalarning eng yuqorisiga chiqib orzularingni aytsang, amalga osharkan. Shu daqiqalarda meni orzularim o'zgardi. Qalbim nima istashini bilib oldim. Ovozim eshitilyaptimi? Keling. Keling birga baqiramiz. Meni olib chiqolmaysiz deb o'ylagandim. O'zim ham shunaqa deb o'ylagandim. Lekin qanaqadir kuch ichimda olib chiqdi. Rahmat sizga. Qadrli kundaligim. Uning nigohlari meni o'ziga rom qildi. U go'yo meni sehrlab qo'ygandi. Men batamom yuragimni unga topshirib bo'lgandim. Men uni sevib qolgandim. To'g'risini aytsam, xayrlashgim kelmayapti. Nega endi? Baribir xayrlashuv oni kelishini bilardik-ku. Mayli, men borishim kerak. To'g'ri. Ammo men nima desam ekan? Haligi Menga o'xshab gapirishni boshladingiz. ha. Zirabcha. Men seni sevib qoldim. Mana shu oz vaqt ichida senga o'rganib qoldim. Menga turmushga chiqasanmi? Telefoningni ber. Toshkentga borgandan keyin seni qidirib yurishni xohlamayman. Ona qizim, siz juda ham yaxshi bilasiz, men askarlik burchimni Afg'onistonda o'taganman.
u yerdagi og'ir janglarda hatto yaralanganman. Ammo bir kuni hayot mamot jangi bo'ldi. O'sha jangda bir do'stim menga ko'ksini qalqon qilib, o'zi ko'kragidan o'q yedi. Ammo Allohimning mehribonligi, mo'jizasi tufayli o'rtog'im omon qoldi. O'shanda men unga bir jon qarz bo'lganman. Uyga qaytishim oldidan og'aynim menga qizingni kelinlikka berasan deb so'ragan edi. O'tgan hafta u menga qo'ng'iroq qilib, meni lafzimni eslatdi. Men rozi bo'ldim, qizim. Sizdan so'ramagan holda rozilik berdim. Ona qizim, siz otangizni lafzi uchun o'sha o'rtog'imni o'g'liga, tanimagan, ko'rishmagan yigitga turmushga chiqishingiz kerak. Dadajon, men sizni juda ham yaxshi ko'raman. Agar siz meni o'sha do'stingiz o'g'liga ravo ko'rayotgan bo'lsangiz, men roziman. Tinchlikmi? Nima bo'ldi? Sho'rx aka, men sizga turmushga chiqa olmayman. Yo'q, nomerimni ham bera olmayman. Meni kechiring. Samira, nimaga? Qadrli kundaligim, uyimda to'y harakatlari boshlanib ketgan. Ammo men to'yim bo'lishi kerakligini unutib qo'ygan ekanman. Eng yomoni, men sevib qoldim. Men sevib qolishimga qaramay, men unga tega olmayman. Chunki dadam menga hukm chiqarib bo'lgan. Dadamning aytgani bo'ladi. Dadam aytganga tegishga majburman. Eng dahshatlisi esa, men turmushga chiqayotgan insonni tanimayman. Uyatsiz! Sen bizni ishonchimizni oyoqosti qilib, sayohat bahonasida kimga alakishib yuribsan? Men seni shunday tarbiya qildimmi? Senda or nomus bormi? Kundalginga yozganing nimasi? Kim bu yigit? Kim? U bilan nima ishlar qilding? Dadang eshitsa nima bo'ladi bilasanmi? Menga qara. Menga qara. Bokramsan? Oyi, bu nima deganingiz?
nahotki mani shunaqa qiz deb o'ylasangiz? Ko'z yoshlaringni art. Dadang chaqiryaptilar. Oyjon, dadamga hech narsa demang, iltimos. Dadangga shu gapni ayta olamanmi? Sen ham churq etma. Ikkalamiz ham terimizga somon tiqadilar. Bor. Bor. Sharmanda bo'lib. Sharmanda qilmagin, Xudo. Dugonajon, turmushga chiqayotgan yigitingni rasmini ko'rsatmading-am? Ha, rostdanam ko'rsatmading. Biz seni ana o'sha shohruh ketigasanmi deb o'ylagandik. Qo'ysanglar-chi. Kuyov rasmi yo'q. Uni o'zini ham, rasmini ham ko'rmaganman. Eng alam qiladigani, men u bolani tanimayman. Nima? Sen bilmagan, tanimagan odamingga turmushga chiqyapsanmi shunda? Ha, Bo'ldi, yig'lama. Makiyajing buziladi. Ajab bo'lsin. Ko'proq xayol surib yurganingdan bu. Bo'ldi qil, uni xafa qilmagin. Qayerdan bilasan? Balki choldira, balki qo'rqinchli, tepakaldira, pakana. Voy baraka topinglar. Rahmat bolajonim, rahmat. Boravering bolam. Voy oying o'rgilsin. Bolajonim, buncha chiroylisan. Asal qizim. Iloyim baxtli bo'lgin. Qizim, vakilligini kimga berasan? oyi tushunmadim. Nima bo'lyapti? Musulmonchilikda shunaqa odat bor. Amakingami, tog'angami vakilligingni bersang, ular nikoh o'qishadi. Nima shunaqasi ham bo'lar ekanmi? Ha, endi erkaklarning oldiga qiz bolani kirishi shart emas. Xo'sh, kimga berasan? Dadamga beraman. Ha, dadangga. Bo'ldi. Asal qizim, baxtli bo'lgin, ko'z tegmasin. Hozir borib aytay. Ilohi omin. Borgan joyingda tosh qotib, qo'shganing bilan qo'sha qarigin. Umring uzoq, tani joning sog' salomat bo'lsin. O'sha yer tinib tinchib, uvali juvali bo'lib yashab ketgan qizim. Qaynonangga kelin emas, qiz bo'lgin bolam. Kuyovimiz bizga o'g'il bo'lsin. Qo'sha qarib, uvali juvali bo'linglar bolam. Amin. Allohu akbar.
aka hammasini uyushtirib yurgan ekansiz-da. Men bo'lsa shuncha kundan beri siqilib ichetim yeb yurgan ekanman. Ichimga chiroq yog'sa yorishmay yurgandi. Hozir bo'lsa juda ham baxtliman. Samarqandda zinadan chiqqanimizda men sizni tilagandim. Nimaga menga rostini aytmadingiz? To'g'risini aytsangiz bo'lardi-yu. Nimaga indamayapsiz? Ha Shahro, nima gaping bor edi? Dada siz bilan gaplashib olishimiz Nima kerak. chaqirding? Sizda gapim bor. Kelinglar, qani? Qani ichkariga. Assalomu alaykum. Yaxshisizlar, salomatmisizlar? Qani kiringlar. Ichkariga o'taveringlar, qani? Haligi. O'g'lim, mehmonlar kelib qoldi, ko'ryapsan, keyin gaplashamiz, xo'pmi? Dada. Bo'ptimi? Keyin gaplashamiz deyapman-ku. Ha, yaxshi keldinglarmi? Qani marhamat, xush kelibsizlar. Qani yuringlar. Shohruxjon, keldingizmi bola? Keling. Mayli, Voy, kelin. Mayli. Biz mayli, chiqaylik, keling. xo'pmi? Biz tashqarida bo'lamiz. Nimaga u yerda turibsiz? Keling. Men uyalishni o'rniga ularni uyalib turishlarini. Yaxshi. Qani? Kuyov bola. Bardam bo'l, hammasi yaxshi bo'ladi. Senga ishonaman, tushundingmi? Uyaltirib qo'yma yana. Axir bu kunlarni qancha kutgan edik. Nega qo'ng'iroq qilish kerak? U eri bilan eng baxtli onlarni kechirayotgan bo'lsa, Nima bu maynavozchilik? Sizlar bizani aldadinglar. Men-ku dadamni aytganini qilib turmushga chiqishga rozi bo'ldim. Lekin sizga bunaqa tomoshani nima keragi bor edi? Sen shu uyning bekasi bo'lasan, butun umr baxtli yashaysan degan gaplaringiz qani?
Sen bizni uyaltirdingmi? Axir sen odamni bardoshi yetadigan sinov bermaysanmi? Qiz keladi. Kelganda ham mana shu uyni kelini bo'lib keladi. Sen xavotirlanma. Qizimiz shunchaki qo'rqib ketibdi. Qo'rqqandan to'g'ri uyga ketdi. Odamni o'ziga bog'lab turib o'zini sevganni mana shu qo'llar bilan boshqa bitta bekin erkakka topshirib yuboradigan latta erkaksiz. Latta! Men sizni sevgandim. U bilan do'stlashma, bu yerga borma deb katta qilishgan. Xuddi qafas ichida yashagandek o'zsin. Aka!